Leksiyelerimizin devamı hürmetlik vatandaşım. Bugünkü islaha 2020 yıl 11. ayının 27. günü. Şundak Vatikan Papası aynı vaqtda yoki bundan burun Rohingalıklar üçün gep qilgan edi. ISIS'larning vahşiy muomalasiga uchragan yoz dilaga hayotlik tilagan edi. Lekin Vatikanning papası Fransisk qachon Şinjangda, yani mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlarning kishilik huquqiga ko'ngil bo'lmagan. Bu ish Vatikanning papası Jungoni ranjitib qo'yishni, Jungo bilan Vatikan o'rtasida imzolangan pop tayinlash kelishimiga ta'sir yetishni xohlamadi deb qaralgan edi. Jungo bilan Vatikan 10-oyda shu kelishimni uzartishga kelishgandan keyin Vatikanning Pop Frans yangi kitobida Şinjangda diniy e'tiqod va kishilik huquq ko'ngil bilishdan o'zini qochirmay ezilgan bechora so'z iboralarini ishlatib, Uyg'urlarning hozirgi echinishlik hayotini tasvirladi. Nurg'unlagan matbuotlarning ko'ngil bilishini, diqqat qilishini qo'zg'adi. Reuters mundaq ko'rsatdi. Amerikada nashr qilingan Xristianlar jamiyatining Amerika mavzuliq jurnali bechora ezilgan Uyg'urlar iboralarini ishlatib, mavzu qo'yib xabar yozdi. Reuters bundan biri mundaq xabar qilgan edi. Yaqindan beri kishilik huquq tashkilotlari Vatikanning Papi Frans o'zlik so'zda xat yozib, Şinjangda mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlar masalasiga sado qaytarishni talab qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Mike Pompeo 10-oyda Vatikanni ziyorat qilganda Amerika Vatikan hamkorligi diniy erkinlik yig'inida butun kuchini ishga solib, Jungo hukumatining Uyg'urlarni ezayotganligini tanqid qildi. Lekin Vatikan papası Fransiskni turib muomala qilgan edi. Reuters bunda xabar qildi. Jungo hukumati Şinjangda, mustamlik Uyg'uristonda ezilayotganligini, Uyg'urlarni ezayotganligini kechiringlar. Jungo hukumati Şinjangda, mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlarni ezayotganligini boshdan oxir inkor qilib keldi. Shunglashqa u obzorchilar mundaq hisobladi. Vatikanning Papi Fransning bundan burun Şinjangda Uyg'urlarning ezilayotganligini eg'izga olmaganligi 10-oyda o'tkazilgan Jungo Vatikan suhbatiga kechiringlar. Jungo Vatikan suhbatiga ta'sir etdi deb qaraganlikdan bo'lishi kerak. Buningda ikki qatim mavzu eg'izga olindi. Bechora va ezilgan millat degan biri Hong Kongda nashr qilingan Alma gazetining xabari, yana biri Reuters agentligining xabari. Shunga buni takrorlandigu deb qolmanglar hurmatli vatandoshlarım.